Zamanlarda bir kambag'al biloqchi bor ekan, bu biloqchi davomli biloq tutgan chiqadi ekan, tutgan biloqini yuzi yeydi ekan, eshib qolsa apirib sotadi ekan. Ashunda kunini oladi ekan. Bir kun bu biloqchi biloqqa chiqib, yo'g'on biloqdan birini tutib oldi. Bu biloqning qo'shlig'ida uyga boradi ekan, ayog'iga deydi ekan. Cho'ng biloqdan birini tutib oldi. O'xshitib tozib pushib degan bayram bo'ldi bizga. To'yg'idek bir yeyli. Ayli ma'qul deydi ekan, biloqni tozalab olsa, biloqning qo'sqidan Javahir shunda chiroyli marjondan biri chiqib qoldi ekan. Atse biloqchi marjonni pul qilish uchun oltin tilla zibzinni sotadigan bir do'konga olib bordi ekan. Tijoratchi bu chiroyli marjonni ko'rib ko'zlari o'ynab ketadi ekan. Samimiy tijoratchi ekan, biloqchiga deydi ekan. Men bunda qimmat baliq mal ololmayman, men o'zimning uchun bisotimni, mulkimni sotib olsammi, buning bahsiga tankagidek pul chiqmaydi. Sen paloniyaga borsan, o'sha palon tijoratchi bizning shaharimizdagi eng chong tijoratchi shu. Shu alolaydi. Biloqchi ma'qul deydi ekan, qo'shilib biloq chong tijoratchi mana. Bu chong tijoratchimi marjonni ko'rgandan keyin ko'zlari chiqdi ekan. Buni o'zi toz ko'rib qanib olgandan keyin biloqchiga deydi ekan. Men tijorat qilib manda yaxshi manda isil marjonni ko'rmabdi ekanman. Bu yomon qimmatli ekan, men buning bahsiga chiqish qilolmayman. Buni yer yuzida hech kim sotib ololmaydi. Agar sotib oladi deyilsa, podshoh sotib oladi. Sen buni podshohning olg'anba. Sen buni tijoratchiga, amaldorga yana bir yerga olib borib. Buni shu udul podshohga olib. Biloqchi gapni olib qo'shilib ketdi ekan, ma'qul deb marjonni ko'tarib podshohning huzuriga bordi ekan. Podshoh marjonni ko'rgandan keyin podshoh shunda hayron qoldi ekan. Podshoh bo'lib bunda isil marjonni ko'rmagan ekan. Avlod podshoh bo'lib o'zining o'rzisida, g'azinasida buning yetadigan tosh, buning yetadigan bebaho go'har yo'q ekan. Podshoh deydi ekan biloqchiga: "Men seninkidek isil javohirni ko'rganim yo'q. Buning bahosini men deyammidim, baholayammidim. Agar qo'shalsang, sen mening o'rdamchi, g'azinamchi, o'rdamdagi har qanday narsani elib olsang bo'ladi. Men sen 6 soat vaqt beraman. Mush 6 soat muhlatning ichida nima achib ketsang shu sening. Shu 6 soat qanchalik elib olsang, marjonning qimmati shunchalik bo'lsa. Qo'shilamsa shuni kelishamdiq desa, biloqchi qo'shilib ketdi ekan, ma'qul qo'shilaman." Podshoh necha vazir bilan biloqchini o'zining xazinasiga ichigizdi ekan, biloqchi xazinani aylandi ekan, o'rdan aylandi ekan. Bu podshohning xazinasining hatto ishiklari oltindan ekan. Biloqchi buni ko'rib hayron qoldi ekan. O'rdani bir aylanib ko'rib boqis kelib, vazirlik deydi ekan, o'rdani ko'rib boqsam, aylanib boqsam bo'ladimi? Vazirlik bo'ladi deydi ekan, o'rdani aylanib deb, o'rdani oshxonasiga aylanib kelganda shunda mezlik tomoq turib turadi ekan. Biloqchi endi keldan so'radi ekan, men chirib bir tomoq olib chiqsam bo'ladimi desa, bo'ldi. 6 soat ichida o'rda sizning nima ish qilsangiz bo'laverdi. Biloqchi oshxonaga chirdi ekan, o'rdaning oshxonasida dunyodagi eng isil tomoqlar bor ekan. Biloqchi ko'rib boqmagan tomoqni yeydi ekan, bu tomoqlarni tinammiqdek gap qo'soqlar isilib ketadi ekan. Yegidek yeri qolmagandan keyin oshxonada yenib chiqadi ekan, aylanib turib, bu yegan tomoq ig'iga kelib uyqusi keldi ekan. Uyqusi kelib shunda qo'yindan soatni chiqarib qarasa, 2 soat o'tgan, yana 4 soat vaqti bor. Bo'libdi, men yana birdam uxlab olib, o'g'iniblam, hamma narsani supurib, hammani tiyiblam, chiqetmam deb. Shunda qilayda podshohning o'rnisidagi yumshoq karvat taz yetib uxlaydi ekan. Xo'rak taz tattiq uyquga ketdi ekan, bir vaqtda bir silkib o'g'itdi ekan. Ko'zini ochib qarasa vazir: "Nima bo'ldi?" desa, 6 soat vaqtingiz to'shdi, ham o'rnidan chiqetmasangiz bo'lmaydi. Biloqchi deydi-ki, "Voy, men hech nima tanlamadim, bir nima tanlab olay, unda qilmanglar" desa, vazir deydi-ki, "Yo'q, endi tanlasang bo'lmaydi. Podshohning buyruq, farmon. Buning xiloflik qilsang kallangni olamiz. Hozir cho'qim chiqib ketishing kerak." Biloqchining yalug'ini unamay o'rnidan